Bu uyimiz 600 ming dollar emas, narx qancha deyapsizmi? Narxini men sizga uy ichiga kirganda narxini aytib ketaman. Bu uyimiz bitta ko'ring. Mirzo Ulug'bek tumani Nikitinada joylashgan 1.9 sotuvda akalarimiz shunaqa chiroyli uyimiz churib qo'yishgan. Mana fasad qismlariga e'tibor berasizmi? Uyimiz neoklassik va hamda high-tech uslubida birlashtirilgan uyimiz bo'ladi. Mana bu yerda ko'rasiz, vodopadlariga chiqib ketgan. Haqiqatda uyimiz bitta like bosishga arziydi. Yuringlar, ichkariga kirib ketamizda. Bismillahirrohmanirrohim deymiz. Shuni oyog'ini yechib, shuni sizlarga ko'rsatib boramiz. Bu akamiz bor, esinglarda bo'lsa 700 ming dollarlik bitta uyni ko'rsatganmiz. Bu uyimizni o'sha akamizni, ya'ni bitta proyektlar bitta, mashinadan bitta ajratib olsanglar bo'ladi. Akamiz shunaqa yashil hududlarni shunaqa sevar ekanlar, mana buni ko'ryapsizlarchi. Hozirdan bitta like bosib qo'ying. Buni podvali, uni alohida deyman. Hozir shuni birinchi qavatini shuni ko'rsatamiz, podvolga uchib ketamiz. Uyimiz ikkinchi qavatga chiqib ketadigan zonasi. Uyimiz 4 urovенdan iborat bo'ladi. Podvol birinchi qavat, ikkinchi qavat va mansardning zonalari ham qilib ketilgan. Sizlarga bitta ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda endi bizda o'ng tomonimizda oshxona mebellari hozir qo'yilyapti. Oshxona mebellari ko'ryapsiz. Oshxona mebellari qo'yilib ketyapti hozir bu yerda. Bizda bu tomonimiz endi bizda yana nima xona desanglar, bu tomoni ham bitta bizda zal qismi bo'ladi. Zal qismini ko'ryapsiz. Lyustrlar haqiqatda boshqacha qilib qo'yishgan. Yuringlar, bitta hozir sizlarga bitta zal qismidan ko'ra bitta joyga o'tib ketamiz. Yuringlar. Bu yerda bizda ko'rsanglar, ota-onalar uchun yotoqxonasi bo'ladi. O'zini ota-onalar uchun yotoqxonasini o'zini bu sanuzil qismlari qilib ketishgan. Yuringlar endi sizlarga bu birinchi qavatda bu общий bizda sanuzil qismimiz bo'ladi. Yuring endi sizlarga videomiz sal uzun bo'lib ketishi mumkin, lekin rozi bo'lib qo'ying. Hozir podvol qismini ko'rsataman. Yuringlar. Uyimiz podvol qismiga tushganinglarda bizda bu kinoteatrning alohida zona qoldirib ketilgan. Ko'rib oling bitta joyini. O'zini alohida kinoteatrning zonasi va bu tomoni bizda spa zonalari qo'yilib ketilgan. Yuringlar, sizlarga spa zonalarini ko'rsatib boramiz. Shuni chiqqaninglarda bu bizda o'zini basseynimiz qo'yilib ketilgan. Ko'rasiz, spa zonalar alohida joyimiz va bu yerda bizda razdevalka xonasi va o'zini sauna qismlari ham qo'yib ketishgan. Uyimiz narxi qancha deyapsizmi? Narxini boshida aytib o'tganimda, narxi oxirida aytaman dedim. 590 ming dollar deyishyapti. Ya'ni ustida o'tib beradigan joylari bor. Past telefon nomerini qoldirganman, aloqaga chiqing.